12 yoshli qizimni o'ziga ishonchi yo'q negadir. Men omadsizman, doim mani ketimdan yomonlik keladi, xursand bo'lganimdan keyin qanaqadir ketidan ko'ngilsizlik bo'ladi deyveradi. Men ko'p tushuntirdim, lekin buni o'zgartira olmadim. Maslahat bering. Farzandlarimizni o'ziga bo'ladigan ishonchi asosan ota-onadan olinadi. Ya'ni ota-ona uni kichkinaligidan qanaqa murojaatlar bilan katta qilgan bo'lsa, shu narsa bolada shakllanadi. Ya'ni yoshligidan boshlab sen zo'r uddalading, sen eploliysan, sen hamma ishni chiroyli bajarasan, молодец, zo'r qilsan, men senga ishonaman degan so'zlar bilan murojaat qilganimizda bolani o'ziga ishonchi oshadi. Lekin qachonki shuni ham eplolmadingmi yoki sani kelgani palakat keladi yoki palakatmisan yoki yana shunga o'xshash qanaqadir so'zlar bilan murojaat qilish, sani o'zi qo'ling yomon, sani o'zi fe'ling yomon, sen o'zi nimani yaxshi qilgansan, qo'ling tekkan ishni rasvo qilasan degan ko'rinishdagi murojaatlar bolani o'ziga ishonchini tushirib yuboradi. Demak, unda shu narsani uyg'otish kerak va ota-ona bundagi eng asosiy inson ayniqsa ona hisoblanadi. Ona har doim murojaatida va emotsiyalarida shu narsani unga ta'kidlash kerak. Sen eploliysan, sen zo'rsan, sen kundan kunga aqlli bo'lasan, sen kundan kunga hamma ishni zo'r uddalayapsan degan ko'rinishda uni ruhlantirish kerak.